Nima uchun siz xonadoningizni aynan tunuka mahsulotidan katalog qildirishingiz kerak? Ya'ni tunuka fond qildirishingiz kerak. Hozir sizga 3 ta eng kerakli sababini aytib beraman. Birinchi sababi, tunuka fond mahsuloti boshqa patologlarga qaraganda chidamli va mustahkam bo'lib, har qanday iqlimga, ya'ni o'ta ham sovuq va o'ta ham issiqqa bardosh bera oladi va sizga uzoq yil xizmat qiladi. Ikkinchi sababi, tunuka fond qilganingizdan so'ng xonadoningiz 90 gradusga o'zgarib ketadi. Sababi tunuka fond mahsuloti xonadonlarga hozirgi kunda zamonaviy vid berib turmoqda. Uchinchi sababi esa, keling mana shu uchinchi sababini siz kommentariyaga yozib qoldiring. Aynan sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Meni ismim Shohruxbek. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunuka fond ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bu sohada 7 yillik tajribaga egamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Farg'ona viloyati Toshloqda juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Bugun 25-may 2025-yilda olinayotgan video bu. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka fondning narxi barcha xarajati ichida vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan qilib berilmoqda. Vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 150 ming so'mdan qilib berilmoqda. Agar siz ham xonadoningizni sifatli ko'rinishda tunuka fond qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Inshaalloh keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin bo'ladi. Mana shu videoni boshdan oxirigacha ko'rsangiz, ushbu xonadonimizni nech pulga bitirib berdik va xonadonimizga nech kvadrat tunuka ishlatdik, barcha ma'lumotlarni berib o'taman. Bo'lmasam do'stlar, videoga bitta like tugmalarini bosib qo'ying. Biz video roligimizni boshladik. Qadrdonlar, biz video roligimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan uzungina darvoza xonasini ko'rib turmoqdasiz. Chap tomonimizda ham aynan mana shunaqa darvoza xonamiz mavjud. Biz ushbu xonadonimizni mana shu ikkita darvoza xonasi, ichkari shapkasi uzunligi 59 metr aylanasiga, tagi esa 1 metr chiqqan joyini tunuka fond qilib berdik. Qilib bergan tunuka fond ishimizga o'zingiz bitta baho berib qo'ying, dizayniga, ko'rinishiga, ranglariga albatta. Bu yerda ustalarimiz ranglarni juda ham to'g'ri tanlashgan. Video davomida sizlarga tushuntirib o'taman. Agar ishimiz yoqsa, albatta bitta like bosib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Biz ushbu xonadonimizni mana shu regellari bilan birgalikda tunuka fond ishlarini qilib berdik. Mana bu burchaklarni ham to'rlasini bir xil ko'rinishda chiqarib berganmiz. Shapkalarimizni oldi qosh peshana 90 gradusli va shestigranli karnizimizdan foydalangan holda qilib bitkazib berganmiz do'stlar. Mana bu regelimizni tepadagi lentalarimizga moslagan holda bitta qilib chiroyli holatda tushirib berganmiz. Bu fasonimiz juda ham hozirgi kunda trendga aylanib bormoqda. Sababi bu fasonimizda tillo rangli tunukalar ham, korishnevoy rangli tunukalar ham va oq rangli tunukalar ham me'yorida foydalanilgan. Hozirlarga tushuntirib o'taman do'stlar. Aynan mana bu o'rtadagi shaxmatimizni ustiga qo'yilgan pianinamiz va mana bu aksessuarimiz mana bu chekasiga mos holatda bo'lib bitgan. Aksessuardan keyin yumaloq navo karnizimiz tushgan, hurmatli obunachilar. Oq rangli qilib berganmiz karnizimizni, lola gulini esa kombinatsiya qilgan holatda korishnevoy qilib berganmiz. Bu yerda 3 sloy lola guldan foydalanganmiz, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi etapiga korishnevoy svetdan qo'yib berganmiz, ikkinchi etapiga oq rangdan va oxirgi etapiga tillo rangli tunukalarimizdan qo'yib berganmiz. Bu tillo rangli tunukalarimiz mana bu tillo rangga, mana bu kichkinagina do'ppichalarimizga va mana bu aksessuar detallarimizga hamohanlikda bo'lib bitgan do'stlar. Bu yerda dizaynlar juda ham me'yorida, juda ham chiroyli holatda chiqarib berilgan. Agar sizlar ham bizni xonadoninglarga chaqirsanglar, xudo xohlasa, sizlarda xonadoninglarga moslagan holda chiroyli dizaynlarni sizlarga taklif qilamiz va kelishib qoladigan bo'lsak, jamoamiz bilan birgalikda borib, xonadoninglarni mana shunaqa go'zal holatda tunuka fond qilib beramiz. Svetlarimizni atrajeniya berishini o'zingiz bitta ko'ring. Atroflariga полностью LED lampochkalardan qo'yib ustanovka qilib berganmiz. Bu lampochkalari xonadon egasidan bo'ladi. Ya'ni siz aynan
xonadoningizni tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu lampochkalarni olib bersangiz, biz sizga tekinga qo'yib beramiz, ya'ni besplatniy, bekorga. Bunga biz pul olmaymiz, hurmatli obunachilar. Biz qilib bergan tunikafon ishimizga pul olamiz. Mana bu lampochkalarni esa tekinga sizga ustanobek qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, do'stlar, bu joyimizni kech payt ko'radigan bo'lsangiz, ishoning, mana shu lampochkalar bilan yop-yorug' bo'lib, juda ham go'zal holatga keladi. Mana bu joylariga e'tibor bering, hurmatli obunachilar. Mana bu tekizligiga, xudo xohlasa, tekizliklarni cho'tki holatda ustalarimiz mana shunaqa go'zal holatda chiqarib berishgan. Bu xonadonimiz mana bu devorlari travertin, atroflari, ya'ni so'killari granit bo'lgandan keyin ishoninglar, go'zal holatda bo'lib chiqadi do'stlar. Qaranglar, tunikafon ishimiz yonib turmoqda. Chotki bo'lib turmoqda. Xudo xohlasa sizlar ham bizga buyurtma qilsanglar, sizlarda ham ishlarni mana shunaqa sifatli ko'rinishda bitirib beramiz, hurmatli obunachilar. Xo'p do'stlar, endi itogo, ya'ni hisob-kitobiga kelamiz. Bu xonadonimizni biz ushbu xonadonimizga jami bo'lib tunikani rasxodiga hisoblaganda 345 kvadrat tunika ishlatdik va xonadon egasiga barcha xarajati ichida 45 million 900 ming so'mga qilib bitkazib berdik, hurmatli obunachilar. 345 kvadrat tunikafonimizni 45 million 900 ming so'mga barcha xarajati ichida bitkazib berdik. Shunda xonadon egasiga 1 kvadrat metr tunikafon, reyka samarali esa o'rnatib berish usta xizmatlari bilan birgalikda obyekt katta bo'lganligi uchun 135 ming so'mdan to'g'ri keldi. Tunikamiz oq rangi korishniy svetda bo'lgan, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa yonib, go'zal holatda bo'lib chiqdi. Xonadon egasi xudo xohlasa ishimizdan mamnun va xursand. Xudo xohlasa xonadon egasini rozi qildik. Mana ishlarni chiroyli holatda bitirib berdik. Agar siz bizni musofir yurtdan kuzatayotgan bo'lsangiz, aynan ekrandagi telefon raqamlarida Telegram ham, WhatsApp ham mavjud. Siz bizga internet orqali ham bog'lansangiz bo'ladi. Telegramdan yozsangiz, biz sizga kataloglar tashlab beramiz. Siz bizga uyingizni rasmlarini tashlab bersangiz, biz sizga kataloglar tashlab beramiz. Aynan sizni yoqtirgan fasonga, xudo xohlasa, hisob-kitobini ham qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Agar razmerlaringizni bizga to'liq holatda Telegram orqali yozib yuborsangiz, hurmatli obunachilar. Yo'q, Shohruxbek, o'zingiz boring, o'lchang, kvadratlarni chiqaring desangiz, albatta men o'zim borib xonadoningizga kvadratlarni hisoblab, xudo xohlasa kelishib qoladigan bo'lsak, ustalarimizni yuboraman va chiroyli qilib xonadoningizni birgalikda jamoamiz bilan tunikafon qilib beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qildim. Albatta bizni Andijon tunikafon kanalini kuzatishda davom eting. Biz esa sizlarga mana shunaqa kerakli bo'lgan tunikafon ishlarini, video obzorlarini, aynan o'zimiz qilgan tunikafon ishlarini, video obzorlarini ko'rsatib borishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.